Bugün şehrimiz sakçı tarmaqları birlikte hareketga kelib, şehrimizdeki her qaysi ko'ngil ichish so'rovlari va niqoblarni umumiylik tekshirdi. Tekshirish orqali qonunga xilof holda shahvoniy tijorat bilan shug'ullangan to'g'rilar pechatlandi. To'g'ri bir turkum shahvoniy qilmishlar bilan shug'ullanuvchilar tutildi. Her qaysi axborot organlarimi bu qitimda harakatga alaydi ko'ngil bo'lib, maxsus muxbir ajratib, bu qitimda harakat natijasini axborot vosita orqali jamiyatga e'lon qildi. İskender'misiz? Gelin. Yaxshimsiz mudir? Yaxshimsiz. Mana bu men yangidan qabul qilgan deloning tafsiliy materiali. Ko'rib beqing. Qani o'tiring. Bu xabarni nayt yaxshi yozibsiz. Talantingizga qoyilman. Rahmat. Bu xildagi shahvoniy so'rinlarni cho'qim yo'qotish kerak. Siz hozir qonunchilik gezitining taklifli muxbiri. Shundaqla shahrimiz bo'yicha 10 yaxshi advokatning biri. Bu shon sharaf o'zingizga mansub bo'lib qolmay, bu advokatlik o'rnimizga mo zo'r shon sharaf keltirdi. Sizdek ixtisos egalari kamdan-kam uchraydi. Ortiqcha maqtab aytdingiz mudir. Maqtig'inim emas. Bu ko'nglimdagi gapim. Biroq shunimi tushuntirib qo'yay. Axborotchilik qilib berilib ketib, advokatlik kasbingizni hargiz tashlab o'tishga bo'lmaydi, yigit. Xotirjam bo'ling. Axborotchilik meni qo'shimcha kasbim. Undaqda men chiqay. Bo'ladi. Taqirdan, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Gezitdagi maqolangni o'qidim. Kishini haqiqatan qoyil qilarlik hizibsan. Sen yardımı? Yarmamdigan. Sening qalamkashlikdimi xeyli undiring bor ekan? Ancha muncha adash. Haras. Iliq qo'lingdagi diloying qanday bo'lib ketdi? Sot ichilmoqchi. Tekshirib chiqishi mumkin emas ekan. Shunga bu jarayonda har qanday kichik savallikning jonliqlarning g'ayri bo'lib qilishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Hatto sog'lom normal bo'lgan do'limi bu yilning beshida noyda baldirlar bo'g'im yallig'iga giriblar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan. Italiya Sahiyya ministri Helgiya Antinorining xalqning g'azabiga qaramay bo'lmug'ir ish qilganligini qattiq aytdi. Meditsina nuqtasidan aytganda bu oqibatini mo'ljalligisiz tavakkulchilik. Axloq nuqtasini aytganda Ertadan kechgacha xabar ko'rib o'tiribkansiz odamning ichini pishirib. Qara, shundoq yaxshi xabarlarni beryapti. Voy, nari yaxshi uningki. Boshqa kanallarga yo'tkab beqingmi? Bir kunni pasayib qolmadi. Biologiya texnikasi taraqqiy qilgan ba'zi davlatlar agar kilon Bo'lmas akram o'zim yetgan. Noch bo'lsangiz, qo'limda elib ber. Alamanmi? Alamaysiz. Ras alamanmi? Alamaysiz. Akram, alamanmi? Alamaysiz. Alalayman. Akram. bayonotli kishilarga kilon odamini cheklaydigan xalqaro ahdnomani tuzib chiqishning intayin jiddiy bir ish bo'lib qolganligini his qildirdi. Men olaman. Afg'oniston vaqtli hukumatining raisi Karzai 9 Yaxshimsiz? Bamiyan rayonini ko'zdan kechirganda o'zbek Taliban tarafidan vayron qilib etilgan Bamiyan cho'ng butlarni qaytadan Sal saqlab turing. Iskandar gezitxonaga kelib tur. Bu yerda jamiyat o'qlarining zarbasidan vayron bo'lgan Bamiyan butlarni yaxshimsiz? Yaxshi, nima ishingiz bor? Menda nima ish bor aka? Mana o'zi bilan o'zishim. Yaxshimsiz advokat? Yaxshi, o'zingiz shundoq, muxbirlik mening ishdan sirtda kasbim. Qaraganda meningda zarur ishingiz bor o'xshamamdi. Yaxshi bir maqolning materiali bo'lganda muhim kuchlar ta'minlaymiz. Agar xohlasangiz yuzdan ko'rishib qaramaslik deyman. Qaraganda u ma'lum qimmatga ega jipish bo'lsa kerak. Bo'ladi. Nada ko'rishimiz? Lekin men sizni qanday taniyman? Men qizlarimni ko'ylak kiyib olaman. Bo'ladi. Ati ko'rishaylik.
Xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz Gulnaz bo'lamsiz? Shundoq. Qani, marhamat. Ha. Ajab qarab ketdingiz-ku. Chiroyimda bir nuqson bormi nima? Yo'q. Lekin sizning chiroyingiz menga tanishdek bilinyapti. Balkim birasiga o'xshatib qolgansiz. Jahonda bir-biriga o'xshab ketadigan chiroylar ko'p-ku. To'g'ri deysiz. Haras. Endi o'z gapimizga kelsa qanday? Albatta bo'ladi. Oldi bilan taklifimni rad qilmay, alayda vaqt chiqarib kelganingizga rahmatimni bildiray. Rahmat sizga. Gapga ustkansiz. Rahmat aytishga tegishligi aslima. Chunki siz meni axborot jipuchi bilan ta'minlaydigan tursangiz. Lekin o jipuchi yezishga arzimdi. Qimmati bormi yo'q, buni men bilmayman. Amsi anglab yiqing. U bir echinishli tragediya. Ma'lum bir yezidagi bir ayolning 2 o'g'li va bir qizi bo'lib, ular nomrod bo'lsa-mu, lekin noyat inoq ijil yashaydi ekan. Keyincha tijorat bilan nurg'un pul tepibdi. Pul topqancha niyati buzilib, vafodor ayoli sat ko'rinishga boshlabdi. U 18 yoshli bir qizni oshni tutib, uni amriga olmoqchi bo'pti. So'zlaganlaringiz xuddi bir cho'chakka o'xshaydi. Yo'q, u cho'chak emas. Haqiqiy bir voqea. Oxirini anglab yiqib, ondan bir nimadan. Bo'pti. Qani so'zlang. Shu vajdan u ayolini kunda degidek urib dumbalab uydan chiqishga qistaydigan bo'lyapti. Bechora ayol bolalarini ko'zda tutib, bu xo'rliqlarga chidab un-tunsiz yashayveribdi. Oqat eg'ir tayoqning zarbasi bilan nervisidan adishib qilib ko'chaga chiqib qopti. Bo'lsa, yeliq qiz bilan birlashib, bolalarini uydan qo'g'lab chiqaribdi. Ham u qizni o'z amriga oldi. Bechora bola ko'chib-ko'ylarda sargardon bo'lishga boshlabdi. Cho'ng o'g'li bu nohaqchilikka chidamay qo'liga pichoq ilib, dadasini o'ldirishga urinibdi. Lekin dadasi o'lmay omon qoldi. Qonun odam o'ldirishga uringan deb 2 yillik hukm chiqarib, u bolani turmaga solibdi. Deganlaringiz rostli yuz bergan ishlar bo'lsa, u armo ma'lum qonuniy javobgarlik tortish kerak. Aksicha, u hech qanday daxl tarzga uchirmay xotirjam yashayotdi. Bechora sho'r peshona adam bo'lsa, hech qanday davolash o'lim bermay, go'sh ilg'ab go'sh kulib ko'chaga tushiribdi. Betalay bolalari bo'lsa, nima? Adam dedingizmi? Shundoq. U ayol mening o'z adam bo'ldi. Kechiring. Oldimizda ko'z ish qilsam bo'ladi. Bu haqiqatan kishining yuragini ezgidek ta'sirli bir adabiy axborot bo'la oladi ekan. Hozir raqobat davri. Gazet jurnallarning bozor raqobati nihoyat kuchli. Shunga mushundaq yaxshi temalarni tanlab yozishimizni matbuot o'rinlari doim ta'kidlab kelyotadi. Lekin men bir ishga to'liq hayronman. Qaysi ishqa? Gazetxonda muxbirdan to'liq narsa yo'q. Lekin siz nima ishqa faqat meni tanlaysiz? Chunki men sizning maqola asarlaringizning birini qoldirmay o'qib kelyapman. Asarlaringizda chin haqiqat aks etib turadi. Sizning yolg'on yovdiqni aralashtirmay yozganligingizni bilaman. Adamning bu tragediyasini haqiqiy chin ma'nosidan yozib chiqarganingizga ishonaman. Rahmat. Biyap bo'lsam so'rab baqay. Siz qayerda ishlaysiz? Mening asli yurtim Turan ayisi. Men ilgari ishlagan shirkat vayron bo'lish qaroriga berib taqilib qoldi. Hozircha xizmatim yo'q. Haras,
Sizga kimligimni ko'rsatay. Kechiring. Kimligimni ag'ash kelmabdimi? Kerak yo'q. Kimligingizni tekshirdiganga men saqchi bo'lmasa. Siz menga u voqea yuz bergan joyning adresini deb bergan bo'lsangiz, berib hadingiz va bolalarning haqiqiy ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib material egallab kelgan bo'lsam, keyin sizni cho'qim obda ras qilaman. Rahmat sizga. Men yeziga berib hadam bilan bolalarni yo'qlab kelish xayolida bo'layotdim. Agar ma'qul ko'rsangiz men sizni boshlab boray. U joy menga besh qo'ldek tanish, balkim sizning ziyorat qilishingizga yordamim tegib qolsa ajab emas. Undaq bo'lsa-ku bak yaxshi bo'ladi. Onun ustiga men kichigimdan tortib yeziqchilikqa qiziqatdim. Mushu bahonada sizdan ziyorat qilishni, maqol yozishni o'rganib olishim mumkin. Shundaq bitishdi qamsa. Qachon yo'lga chiqamiz? Ata shanba. Ata bo'lsa qandoq? Ata degan sizning qatnash bekitib saqlayman. Xizmat to'xtab qopti. Men menga at ko'rishaylik. Bo'lib, ata ko'rishaylik. Xo'shamsa. Xo'sh. Yeziga yana necha 10 kilometr masofani besib o'tib bordigan ekan. Jafo chekib qolgan bo'ldi. Kerak yo'q. Jafo chekmaguncha shirin mevadan ta'mini tetik bo'lmaydi. Arliq yana mashina olmishmiz. Yez bozorga yetib kelaylik. Kech qoldigan bo'ldik. Yetib keldikmi? Ha. Biz kelmoqchi bo'lgan Yezi bozorga yetib keldik. Lekin biz bormoqchi bo'lgan kentga keyin 3-4 kilometr piyoda mansaq andin yetib bora olamiz. Qorong'uda maqmaq tas. Uning ustiga bu kechada tuqqanlarga bossaq sal beyab turdi. Sho'ng mehmonxonadan birini tepib qonib, ati mansaq qandoq deysiz? Mayli. Amsi jiring, mehmonxona izlab boqaylik. Qaraganda bundan boshqa mehmonxona yo'q o'xshaydi. Kirib boqaylik. Juring. Odam bormi? Ha? Mana. Yaxshimisiz? Nimishinlar va? Yotoq bormikin deb kelib edik. Ba. Ha, qani kiranglar. Lekin ustida bir leg'iz uy bor. Elmo ta'linlar o'nkin. Yez deganda bundaq yerim kechada yotqudak joy topmoq bək tasjumi. Qishda sirtdan keladiganlar ko'p bo'lmag'ashqa ustida faqat mushu bir leg'iz yotoqni ichib qo'ygandik. Mana bu uy shu. Biz bir ayol tursak, bu bir uyda. Voy, davatgan gapingizni qarang. Bir eg'izlik o'g'ini bilan 2 karvat bor tursa. Qarashqig'i bir juplada qilisizlar. Hozir degan davr o'zgardi. Bunchalik ishlar biz yeziliqlarimi hech qancha bilinmas bo'lib ketdi. Televizorda har kuni ko'rib turyapmiz-ku. Sizlarda shaharliklarga bu hech qancha ish emas. To'lim noz qilishmay, agar yotqinlar bo'lsa pul to'langlar. Yotmaymiz da aytgansa taloq chiqib tunanglar. Amalimiz qancha? Bir kechaliga qancha pul? Bir odamga 10 so'm, 2 odamga 20 so'm. Qo'sqinlarni ochdi haqachon.
Bu kechida jigidak birini topmoq bak qiyin. Lekin sizlar xotirjam bo'linglar. Men tanishlarimdan tepib akira alayman. Hayal o'tmay yotoqlar akirib beraymi? Amsa sizlar kirib ketaveringlar. Jiring. Mana palanik mağash kirdim. Rahmat. Sizlarga o'xshash tasodifiy mehmon kelib qolsa, yotoqni sovuqkan deb qolmasin deb kunda degidek mashki mushundaq o't qalab qo'yamiz. Yotoqning ishim isib qopti. Voy, akiling o'zim olay. Sizlar shaharliklar biz yezliqlarning loy suyini ichib toza ko'ngillar tatmaydi-ku deyman. Eng yaxshisi men sizlarga sap mineral suv akirib beray. Sizlar uchun unchalik pul xarjlash hech qancha ish emas-ku. Mana sizga birma-bir olgan narsalarning hisobini beray. Bo'ldi, rahmat. Nimaga rahmat deysiz? Sizlardek esilzodi mehmonlarning bu oddiy mehmonxonaga tushganligiga men rahmat desam bola. Bir hojtinglar bo'lsa, vaqirsanglar oldinglarda hozirlab paydo bo'laman. Xo'shamsa. kirgan o'xshamaysiz. Ha, shundoq.
Sizning yiziqchilikni bakmi o'rgangim bor. Meni shogirdlikqa qabul qilasizmi? Gapimga tez javob bermadingizmi? Agar axborotchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizda rostchilik, adolatni yoqlaydigan ideya bo'lishi kerak. Bu amaliyotga sodiq bo'lish, ya'ni yozg'iningiz haqiqiy, chin bo'lish deganlikdir. Sizdan yana so'rab boqay. Har qanday odamning saqt tarafim bo'lamdi. Mening amaliyotga sodiq bo'lish ekanligini endi bilib qolasiz. Oxir o'shim keldim. Men hozir nerede? Nerede bo'ladingiz doktorxonada? Bu zoti nima ish? Buni-chi o'zingizdan so'rang. Bo'ldi, tegashmanglar. Bu sening nima qilganing? Men o'zimni bilmayman. Nima ish bo'ldi, mudir? Sen buyushat qil to'g'ri bir kun bo'ldi. Tunugun tushlar bilan bir yezdan idoraga telefon kelib, sening ahvolingni ma'lum qildi. Men shu amon yo'lga chiqib, u yerga yetib bordim. Mehmonxona xo'jayini heliq ayolning so'zlab berishicha. Voy, kun shulay deb qoldi. Oqshomqa er ayol mehmon texicha yotqidan chiqay demaydi.
chaqqan bo'linglar, chaqqan. Mana, mush uy shu. Sharmandachilikni. Hay, qo'pishdaymi? Hay, o'rninglardan turinglar deyman. Ular o'shidan ketgan o'xshamamdi. Bekadil o'shidan ketamdi. Oqshomda kuchib o'tgan gap degina. O'zimda beri eshitmay ko'rmay ichirqab ketgan gap. Voy, mehmon chaqqan bo'linglar, osh berdi qarab turmay, yez omonlik saqlash qodirini chaqirib kelinglar. Chaqqan. Mana bular. Keyin ular saqchilarni boshlab keldi. Saqchi naq maydonga kelib qarasa, yeningdagi heliqi qiz yo'q turg'idek. Ular kiyimlaringni aqtirib, yanchog'idan ism kartochkangni tepdi. Va kartochkadagi nomer bo'yicha idoraga telefon qilibdi. Biz seni kechlab doktorxonaga olib keldik. Doktorning tekshirib aniqlashicha sen beyish qilish dorisi ichibsan. Bu zot qanday ish? Bizga tushuntirib bera olamsan? Tushuncha bermayotdi. Demak, gunoyini bo'yniq og'anligi aniqtirmamdi. O'lib olishga o'rnig'icha ajrashib ketayli deb mochiraylikchi desangiz bo'lmadi. Men sizga eslab olatdimmi? Bo'ldi, Zuhra. U hozir tinish muhitga muhtoj. Har qanday gap bo'lsa keyinchi deyishamiz. Məmmə qaytay. Sen hazırca obdan davalangın. Qaldı işlarını keyinci bir nima deyişemiz. Sen bir neç gün onun halidan xabar ağın. Ma'qul. Men endi tushundim. Men sirtqa chiqib ketganda hushsizlantirish to'g'risini cho'qim shu qiz siylayotgangan. Indidan? Men hech tushunmay qoldim-ku. Ha? Biroq u nemish qilmagan ziyonkashlik qiladi. Men kashfikizdan muxbiri. Advokat apandi, siz bir ayol bilan qip-yalang'och karvatning ustida o'lib olmoqchi bo'libsiz. Nima uchunligini so'zlab ekan bo'lsangiz. Bo'ldi qiling. U amdili hushiq keldi. Apandim, ansaq heli qilchaq g'oyib bo'lib ketibdimish. O qiz bilan sizning zodi qanday munosabat? Men sizni bo'ldi qiling da'votiman. Keyinchi bir gap bo'la. Chiqib turing. U dam ilish kerak. Qapolmang. So'zlab ekan bo'lsangiz. Bo'ldi. Hay, bu keyinchi bir gap bo'lmadi. Baqilamiz. Men sizga bu ishni tushuntirib qo'yay. Ig'ir besilqlar anglab boqmamsiz. Anlig'im yo'q. Tushuntirmasangizmi tushunishlikdirmamdi. Kiring. O'ltiring. Buni ko'rib beqing. Biz ansiravat qarshi oxir yuz berdi. Muxbirlar maqola e'lon qilib, ilqisatchilikni jipda yengilsig'icha oshkorlabdi. Hatto advokatlik o'rnimizning nomini tilg'abdi. Bu ishni ular qanday bilib olgandi? Sen kasobatni endi tushundim.
Xotinim bilan bo'lgan da'vo ishida nemishqa o'tirib turib, meni ziyonga uchratdikin desam, asosan ayollarni indek keltirib, ko'ngil ochadigan chakini bir advokat kelsa emasmi? Men sendan hisob olmay qo'ymayman. Hey, sen kim? Qo'ymaylik deyishmaymizmi? Bo'ldi qilib. Sendan hisob olmay qo'ymayman. Xat to'xtab tur. Chiqib tur. Xat. Mani ko'rdingizmi? Biz endi tugachdik. Advokatlik o'rnimiz sizning sababingizdan vayron bo'ladigan bo'ldi. Chiroyli ish qildingiz. Endi sizga akishib bizning nomimiz chiqadigan bo'ldi. Ishxonangizga chiqib, yuz berish oldida turgan xavf-xatarni qanday oldini olish to'g'riliq obdan o'ylanib, chora izlang. Kiring. Yaxshimisiz? Siz advokat Iskandar bo'lamsiz. Shundaq. Biz advokatlarga chora ko'rish komitetidan keldik. Siz bilan paranglashmoqchi. Nima? Iskandar. Anlasam advokatlarga chora ko'rish komitetidan seni izlab ketdi. Borasizmi? Shundaq. Sana intizam jazosi beramdikan. Bo'ldi, bekmo ichingga ib ketma. Lekin bu ish meni sal hayron qoldiryapti. Sen menga boshdan so'zlab bera olamsan? Adash, bu ishlarning tegi-tagiga men yetmay olsam nimani deb beraman? Shu topda men nima qilishimni bilmay gangrabla qoldim. Bo'ldi. Kechda vaqting bormi? Nima ishing bo'pti? Ish-pushimizni chiqarib kelaylik dedim. Bo'ladi. Men mehmon qilay. Ma'qulamsan. Qo'sha. Hamma ishni anladim adash. Agar men u buzuqni yana uchirtib qoldigan bo'lsam, hozir ayoling bilan bo'lgan munosabatim qanday? ancha yaxshi emas. Men tugashdim. Men ko'chalarda mansammo o'z-o'zimda xudiksirab xotirjam ma'mayman. Ko'chalarda ketayotganimda hamma odam menga qarab meni masxara qilayotgandek bilinadi. Shu topda o'zimga o'shligim kelyapti. Ondaqmi deb ketma. Demisimi, sizlarga ko'z tekkandek bir ish yo'q. Biroq bu ishlarmi amini o'tib ketdi. Bekmi iching gib ketma adash. Qo'sha. Voy, kiyimlaringizni kiymay nimaga aمیq bo'lib tursiz? Choyga borgan vaqt to'shqin ne vaq? Qaysi choyga? Qaysi choyga bo'ladi? Maynurning bolasini ochchiqchi. O'zingizni berib keling, mening faqat bag'im yo'q. Ya advokatligingiz qamlashmagan. Ya uydagi ishlaringiz texi nomba advokatmish. To'liq otildi menga. Amschi, mush to'ttamni beqib o'tiring. Kunlar nima degan ma'nisiz? Nima degan zerikishlik? Qig'idek ishning tayini yo'q. Qaraganda ishlarim ilgarigidek yurishmaydigan o'xshaydi adash. Nimaga asosan shunday deysan? Yiliq ish yuz bergan necha oydan beri bir odam meni advokatlik qilishga taklif qilib boqmadi. Gazitxonlarni meni ancha e'tiborga olib ketmaydigan bo'lib oldi. Herkes unda o'ylama. U ish allaqachon kishilarning esini ko'tarilib ketdi. Hamish besiqdi-ku. Qarabdi, sen cho'qim bosh ko'tarib chiqa olaysan. Kiram. Yaxshimisiz? Kimni izlaysiz? Advokat Iskandarni izlaydim.
Men shu. Qani o'tiring. Ma'qul, hozir tushay. Rahmat. Men sirtqa chiqib kiray. Menda nima ishingiz bo'pti? Oldi bilan o'zim tanishtirib o'tay. Ismim Almira, Turan ayisidan. Nima? Turanaysiz. Shunda sizni vakolatchi advokatlik taklif qilib kelgan. Oldi bilan ishning jarayonini anglab boqay. Bo'ladi. Mening Xolida ismli bir yaqin do'stim bor edi. U mendan 100 ming so'm pulni qarz olgandi. U bu pulga qavoqxona ochmoqchi ekan. Qavoqxonami ochdi. Topavdim shundoq yaxshi ekan. Lekin qarzni qaytarish vaqti muddatdan eshib ketgan bo'lsa-mu, u pulni qaytarg'il faqat unmayotdi. Uning uchun pulning oldida do'stlik deganni qaraydi, chog'liq narsa o'xshaydi. Shunga men uni yuz xatir qilmay, bu ishni qonun orqali bir taraf qilish qaroriga keldim. Sizlar hujjatlashganmi? Ha, hujjatlashgan. Mana bu uning hujjati. Xolidaning tunish bilishlari bek ko'p. Munosabat doirasi keng. Bu deloda uni osonlikcha yengilib bo'lmaydigan o'xshaydi. Agar siz yengib chiqa olsangiz, mush pulning 20%ni sizga beraman. Biz advokatlar belgilam bo'yicha bir tutash haq olamiz. Sizning shartingizga kelsak, men mudir bilan muzokaralashib, undan sizga javob beray. Bo'ladi. Birdam o'tirib turing, men chiqib mudir bilan so'zlashib keray. Chiqavering, mening vaqtim bor. Mening boshqa fikrim yo'q. To'xtam tuzsangiz bo'ladi. Biroq sizga shuni eskartib qo'yay. Bu deloda cho'qim g'alaba qilishingiz, bu deloni bo'sish eg'iz qilib turib, jamiyatdagi o'rningizni qayta tikilishingiz kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Undaqda men chiqib to'xtam tuzay. Mudir shartingiz qo'shildi. Endi biz vakolatchilik to'xtam tuzsak bo'ladi. Buni bir ko'rib chiqing. Qo'shilamsiz. Qo'shilaman. Imzo qo'ying. Bir nusxasi sizda qolsin. Hujjatning asli nusxasini men qaytarib bergan bo'lsangiz, ko'paytirilma nusxasi sizda qolib qolsin. Ha. Bo'ladi. Mana bu asli nusxasi. Aras. Qarish tarafdan aloqalashish telefoni bo'lsa deb bersangiz. Bo'ladi. Bu Xolidaning aloqalash telefon nomeri. Ha, men avval Xolida bilan ko'rishib baqay. Amal bor bu deloni sotning sirtida kelishtirishning amalini qilib baqay. Agar qamlashmasa, sotda davolashaylik. Bu ishda cho'qim yordam qilishingiz kerak. Ha, azirman. Kuchimdan yetishga tirishiman. Ma'qulamsa, men chiqay. Xo'sh. Loyiq qiz xeyli kelishgan qizgan, ha? Seni bir ishdan izlab ketdimi? Ha, meni advokatlikka taklif qilib ketdi. Mana demadimmi, sen yangi yaxshi advokat. Sana qiladigan ish chiqdi, birodar. Shundoq. Lekin nimishqido ko'nglim dakki-dukkida. Turan oyisi degan gapni anglabla, go'yo bir balo qazo atrofimda aylanib yurgandek his qilib qoldim. Burun qishning sababidan senda shunday xato sezim paydo bo'lib qolgan gap. Ansirma, hech ish bo'lmaydi. Balkim shundoqdir. Ma qo'yib beringlar.
amaliyotda men guvohlikdan o'tishdim. Nahit qo'rqaman. Agar men guvohlikdan o'tmasam, balki murakkab savollarga javob berishdan qutulib qolaman. Bu mumkin emas. Bo'ldi. Beysen bizga tamkin bo'linglar degan. Voy, nimandaq put ko'ygan to'g'idek mengib yurasiz, uxlamamsiz? Siz kirib uxlashtiring. Men sal turib uxlayman. Xotirjam bo'l. Hozirdan boshlab hech kim Men do'stingiz Almiraning vakolatchi advokati. Ishkanlarning qarz pul mojarosi to'g'risida siz bilan yuztaran so'zlashib baqay dedim. Nima? Almira? Uningda 100 ming so'm qarz pul olganim rost. Biroq pulni allaqachon qaytarib bergan tursam, yuzi chidamasda yana pulning gapini qilayotganini. Xalida xonim, biz advokatlar havola qiluvchilarga vakolatdan ish qilamiz. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Almirada sizning qarz og'irlik hujjatingiz bor ekan. Sizning o'zingizni aqliyolug'dek bir fakitingiz bormi? Chunki qonun dalil isbot qilishinidir. Agar sizlarning ishinglarni sud sirtida hal qilishga imkon bo'lmasa, sud orqali bir taraf qilishga to'g'ri keladi. Bo'ladi. Oldi bilan ikkimiz 100 tirani ko'rishib, konkret ishlar to'g'risida tafsiliy paranglashib baqsak qandaq. Qo'shilaman. Atgan soat 9 da sizni intizor choyxonasida saqlayman. Biroq biz tanishmaydigan tursak. Balkim men sizni tanishim mumkin. Xo'sh. Sizmidingiz? O'ylamagan bo'g'aydingiz. Bu yerda qayta uchrashib qolishimizni xayolimga keltirmabdi ekanman. Balkim bu taqdir bo'lsa kerak. Raqiblar tar yo'lda uchrashdi desak, muvofiq bo'lar. Oldin qatim yuz bergan ishni o'ylasam to'liq afsuslanaman. Biroq u ishga qarata mening o'zim uchun sababim bor. Anglab baqamsiz. Qani so'zlang. Mineral suvga haqiqatan husizlantirish to'g'risini men selvatgan. O'ylab beqim. Men bir yosh qiz tursam, azaldan tanishmaydigan bir er bilan bir yotoqda yatsam, oqibatning qanday bo'ladiganligini tasavvur qilib bo'lamdi. Shu chaqda men sizni sinab baqqan. Hissiyat jihatda sizning yaxshi odam ekanligingizga ishonsam-mu, lekin yana qo'rqandim. Siz shu chaqda hech qanday ishning yuz bermasligiga kafolatlik qila oladingiz. Mening hargiz yomon g'araz yo'q edi. Oqibatning uncha valla yomonlashib ketishini o'ylabmi ko'rmagan edim. Sizni ilgari tanimasam, sizga hech qanday o'ch adovatim bo'lmasa, nemishqa sizni bekodilla ziyon uchratqadakman. Odam har qancha oliyjanob bo'lsa-mu, ozmayman degil bo'lamdi. O chaqda sizga ta'sir ishonch qilamagan edim. Keyin sizni izlab tepib, bu ishni tushundiray deb o'yladim-yu, biroq jur'at qilolmadim. Bu gaplaringizga xeyli o'rinliq. Lekin kiyim-kechaklarni nima ish qildiraysiz? Nima ish biz qilib yalang'och holatga yetib qoldik? Bilmayman.
Chunki u chaqda men hushsizlantirish dorisini ichib olib hushimni yo'qotgan edim. Siz nima ish qilasiz? Sizni zaharlab o'zim saqlasam to'g'ri bo'lmaydi-da. Yanchig'imdagi bir necha yuz so'm pul atis qarsam yo'qtirdi. Meningcha yilqi ayol xo'jayin pulga ko'z qizdirib kiyim-kechaklarimni soldirib o'tgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Mening yanchig'imdagi pullarni yo'qtirdi. Lekin kiyim-kechaklarimizni soldirib o'tmasimi, pulni ola oladi. O'ylab baxmamsiz. Bizni ashundoq sharmanda holga tushirib qo'ysa, biz uningga pulimizni ilib olsan deb so'z aytishga petnalaydiqmi? U nihoyatda ustalik bilan bu ishni planlagan gap. Elim yaxshi bir tanish odam meni shu holda ko'rib qolmabdi. Bo'lmasa men degan bir qiz bola tursam, oqibatim qanday bo'lib ketar edi. Shuni sizni tashlab ketib qolgan edim. Undaqda Gulnaz degan ismingiz yolg'on ekan-da. Yolg'on emas. Har ikkil ismim rost. Men tug'ilganda ota-onam ismimni Gulnaz qo'yibdi ekan. Keyin ular ajrashib ketib, meni opamning ota-onasi beqibdi. Dadam mening beqish pulimni bermagandan keyin cho'nglarning ochiq kelib ismimni Xolida yutib oldi ekan. Shunga men odatda har ikkil ismimni qo'llanaman. Har ikkil ismimni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Endi bu gaplarni surishtirmay, asli gapga kelaylik. Almira bilan o'tirganlarning muomala zodi qanday ish? Men unga ayni vaqtda pulni o'sma bilan qaytarayotgan edim. U hujjatni og'ish kelmabdiman dedi. Men kerak yo'q, ishimiz degan yaqin do'stirsak, qaytib berib hujjatni yirtilasanglar bo'ladi degan edim. Lekin uning bunday yuzsizlik qilishni o'ylamabdi ekanman. Hamma ish o'zimning boshqalarga bek ishlab ketganligimda. Almiraning bunday qilishi yo'lsizlik ham pastkashlik. Qonun adolatni yo'qlamamdi. Siz pulni qaytargan vaqtda yananglarda boshqa odam bormi? Yo'q, faqat ikkimiz bor edik. Siz Almira tarafda emas, men tarafda turgan bo'lsangiz sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Men bir advokat. Har bir advokat paket qilishini. Hozirgi ahvolda sudga chiqib qolsak, vaziyat sizga foydasiz. Shunga siz Almira bilan chiroyli so'zlashib, bu ishni sud sirtida bir taraf qilib o'tishinglarni tavsiya qilaman. Mening sudga chiqishda hech qanday tajribam yo'q. Sizdan boshqa bir advokatni tanimayman. Menga ko'proq yo'l ko'rsatib, yordam qilishingizni umid qilaman. Bu zada nima qilganingiz? Almira tarafda emas, balki men tarafda turishingizni umid qilaman. Siz meni setib olmoqchimi? Bo'lmaydi, xo'jayin. Qonun isbot qilishini. Berib qo'ying. Men sizdan yaxshi advokat topa olmayman. Efendim, hisabat kılıvetim. Hay, aşkım bu. Bo'ldi, qaytarma.
Baqirdimi? Men shu. Bizning uyga bir kelib ketsang bo'pti adash. Sendan so'raydigan muhim bir ish bo'pti. Hozir boray. Ma'qul. İş ko'choq. Ha, baqirdi. Tinchlikmi? Qanaqa ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi. Kela. Kela. Shuncha jiddiy nima ishdi adash? Sen bir chaqda bosma zavodida ishladim deganda qilib o'tading. To'g'ri, bir necha yil ishlagan. Undaqda ish qog'ozining ostidagi sansferlar nimani ifodalaydi? Aniqli turmamdi. O qog'ozning zavoddan beslab chiqqan vaqtini bildirdi. 2001-yili 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqibdi. Tiraji 5000 ga. Tova. Qara. Bu hujjat 2000-yili 10-oyning 15-kuni yozilibdi. Lekin bu qog'oz 2001-yili 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqibdi. Gumonim to'g'ri chiqdi. Bu hujjat saxtga. To'g'ri. Bu qog'oz zavoddan chiqmay turib 4 oy burun hujjat yozilibdi. Demak bu saxta degan gap. Bu ish meni sarosima eksilib, gangirtibla qo'ydi. Endi tushundim. Har ikki qizning deganlar butunlay yolg'on. Ular mening yuzimni tushirmoqchi. Obro'yimni to'kmoqchi. Lekin nima uchun? Ular bunday qilib nimaga erishmoqchi? Bu ishning tagiga soatli yetamadim. Mudir, biz televiziya stansiya qonun maslahatchisi programma gruppasidan. Men qonun gazeti o'qirmalar ovozi sahifasining muxbiri. Aha, yaxshi, yaxshi. Biz tomoshabinlarimizning qonundan maslahat so'rab yozgan savollarga maslahat berishingizni so'rab ziyorat qilib keldik. Bo'ladi, bo'ladi. Men bu vaqt sizlarga ozroq so'zlab beray. Kiram. Yaxshimisiz? Men sizga topshirgan heliqi deloning ahvolini bilmoqchi bo'lib kelaverdim. Bu delo nima ishlayamagidekmi? Eng yaxshisi boshqa advokat deb bering. Voy, chaqchaq qilmayotgansiz? Sizning chiroyingiz kishini mabtoqidek chiroyli bo'lgani bilan ishchingiz zahardimi ochiq ekan. Siz atalmish Xolida bilan birlashib, meni nomimni bulg'ashni shunday oson deb o'ylamsiz? Men qonun sepida ishlayotgan necha yil bo'ldi. Nurg'ulga issiq sovuqni beshimda o'tkazdim. Sizlarning ballochi qilayotgan o'yininglar men uchun qanchalik ishdi? Tushundingizmi? Nimalarni deb jo'ylayapsiz? Bir necha oydan beri mening bugun tunji qatim qo'shal bo'lishim. Sizlar o'zinglarni aqlli chaqlab qilayotgan ishinglar ballochi bo'lib qopti. Xolidaning hujjati 2000-yil 10-oyning 15-kuni yozilgan. Ammo sizlar ishlatgan ish qog'ozi 2001-yil 2-oyning 1-kuni bosmadan chiqqan. Bu nimani tushundirdi? Siz zot nima demoqchi? Men shuni demoqchi. U Xolida ishqonlar birlashib yasagan yolg'on hujjat. Men hech tushunmadim. Xolida nima uchun menga yana bir qatim ziyonkashlik qilishga urinadi? Siz meni nimishqa bundoq bo'lmag'ir ishlarni qilishga yordamlashsiz. Samingizga shuni deb qo'yay. Kishiga qilsang o'zingga yonar degan gap bor. Eng yaxshisi bu ishlarni yig'ishtirib o'ylanglar. Hujjatning ko'paytirilgan nusxasini sizga qaytarib beray. Belgilimida havola qiluvchining isboti yolg'on bo'lsa, advokat kelishimni inovatsiz qilib o'tishga butunlay huquqliq. Men sizga hujjatning asl nusxasini bersam, men ko'paytirilgan nusxasini beryapsiz, ha? Mana endi tushundim. Siz mening advokatim turuqliq, nemishqa qarshi tarafning degini bo'yicha ish qilasiz? Chunki gilingiz maylandi, shundaqmi? Nim deb o'ylayapsiz? Bu deloga kelsak, bu shunday murakkab ish. Og'alig'ingizni meni bilmaydi deb aytamsiz? U choyxonaga men borgan tursam, yenimda Birdam saqlab tursam, men chiqib kerak. Mana ko'ring-a.
obraziga dog' tushadingiz. Xolidaning pulini elib, uning kattini chopmoqchi bo'lyapsiz. Hujjatni-chi keyin o'zim to'liqlab yozdirib olgan. Biroq siz hujjatni yolg'onga chiqarish uchun burun yozganni shu deb turib oldingiz. Ajiba 100 ming meni qontar bilan topgan pul emasmi? Xolida ayoli va bir advokat bilan yaqin munosabatda o'tyapman degansiz. Aslida uning degani sizga-da. Sizdek bir chakin odamni advokat tanlagandan keyin menimi ko'zim ko'rgan. Siz hujjatning asl nusxasini qasddan yo'qotib etib, menga ko'paytgan nusxasini qaytarib beryapsiz. Sudchidan anglashimcha, qarz olib hal bo'lmagan ahvol ostida hujjatning ko'paytgan nusxasi inobatga ilinmaydi ekan. Men sizlarni bu advokat ishoninglarni arz qilib, sizni ishdan bo'shatayman. Deganlaringizni rostmi? Sizlarga bu yerda men bor. Kim sizlarni bu yerga kirsin dedi? Chiqib ketinglar. Chiqinglar. Chiqishmoqsizlar. Sizni bu ishni tushunib Yo'q. Chiqish. O'tgan haq bilan bir karvatda yetib o'shingdan ketding. Buni oz degandek yana haqning pulini olib kishilarni oldida rasvoyang chiqib, chavon chiqib ketdi. Men senga chiqdim tushundirma. Undaq tushundirishingni nega qilasan? Beshing og'rib ketdimi? Xabar ko'rsatamiz. Havola qiluvchining aytishicha, bu advokat qarshi tarafdan qaragan. Shuning bilan havola qiluvchiga yolg'on aytib, qarz hujjatini yo'qotmoqchi bo'lgan. Buning bilan havola qiluvchi advokat ustidan arz qilmoqchi bo'lgan. Xabar ko'rishga bek omraqding-ku. Qarig'ini aptinga suv tushgan mushuk o'xshab qolganingni. Og'zingni yumsaq-ku. Nima? Og'zingni yum? Bilib qo'y, mushu ishlarning hammasini o'zing tergan. Hamda-chi, meni chidg'ichiligim qolmadi. Bu o'ynamni o'zing tut. Men ketaman. Qanday qilsa qilavay. Sud ko'rishaylik, sen bilan ojizchiman. Dökhe? Pul ve ayollar bu advokatni yo'ldan chiqadi. Bu maqolni ko'rgansa, u endi butunlay tugashdi. Ola emas, bizmi tugashdi. Advokatlik o'rnimizmi tugashdi. Uning dastidan bizning nomimizmi butun jahon ketadigan bo'ldi. Bundan keyin hech kim bu yerga ishga kirmaydi. Shuning bilan bu advokatlik o'rnini topishga majbur bo'ldi. Bizmi ishsiz qolamiz. Derib qo'yib xotirjam o'rtaga o'xshamabsan. Mudir, bo'ldi gap qilma. Sening gapingni og'ilg'im yo'q. Sening ishingga bizmi chetilib qoldik. Sen hammamizdan istiqbolli bo'lding. Sen ishdan bo'sh to'lding. Sen nasbas qurni, ikkinchi ko'zim ko'rmisan. Mudir. Yaxshi iskandar. Biz advokatlarni chiqarib ko'rishga keldik. Bizning advokat ishimizni chiqarmoqchi. Shunday qilib, ayolim bilan ajrashib ketdim degan. Men ayolim bilan emas, ayolim men bilan ajrashib ketdi. Ortiqcha o'ylab ketma, ardosh. Xotin kishi degan bog'i tepildi. Biroq xotinim hech qanday tushuntirishimni anglamadi. O'sha.
cho'qim hisob olaman. Voy, Gulnazma? Voy, Xoldama? Voy, siz kim? Yaxshimisiz advokat? Men Almira. Anlasam sizga bek uval oldu. Şun sizden apo soray deb telefon urgan. Kechiring. Voy, Almira, siz nerede? Siz bilan ko'rishay dedim. Voy. Voy, telefonni qo'yatmang. Voy. Yaxshiroq qarang do'st keldi. Xo'jayininglar ko'rinmaydi. Qarg'an tushunsa xo'jayinimiz qilib qolgan o'xshamamsiz, lekin avval bo'lmoq u haqiqatni siz bilan ko'rishmaydi. Xo'jayininglarni taqib bo'ladi. Buni so'rab nima qilsiz? Boshqa narsa sanammi? Yo'q, boshqa narsa emas. Rasmiyatda xo'jayininglar. Bo'la, so'rashadi.
xo'jayinning koronaviriusni ekanligini, ilgari oilaning qattiqligini bilmaydi. Uning holi istimlari. Cho'ng bir boshliqni o'g'li uni yaxshi ko'rib talab qilsa, uni qilib ketdi. Yana o'sha atrofda uydan bir taraf ko'radigan Vali ismli qizcha uni shuncha qo'zg'ashgan bo'lsa-mu, yaxshi yetanmagan. Shuna u yukcha kundagidek uyaga kelib haraq ichib, juda chiqirtiqli bo'ladi. Vali degan yukcha yana juda chiqarmoqchi bo'lyapti. Chaqir, Bitbol. Xo'jayinni chaqirdi o'zini. Bitbol. Yana haraq ichib juda chiqarib keldingmi? Ko'zimda yo'qab. Ya'ni, o'zga qo'ygansa. Ya. Ekanligimni bilmaydi. Qilmagan. Yo'q, mumkin-a? O'zgarmaydigan bo'lsa. Gapda. O'zida. Nima bo'lmoqchi bu? Axir o'shangiz keldingiz. Siz uysiz yotqili 5 kun bo'ldi. Ayolingiz pek kuyimchankan. 5 kundan beri kechkinduz uxlamaydigidek holingizdan xabar oldim. Nima? Mening ayolim. Shundaq. U tozliq uyga chiqib ketgan. Hozirlik kiradi. Sizlar paranglashinglar. Men chiqay. O'shingizga ketsizda. Necha kundan beri olimdan xabar olganingizga rahmat. Rahmatni menga emas, doktorlarga ayting. Ular sizni jiddiy qutqizolmagan bo'lsa, shu chaqchayib turamaydingiz. Bo'ldi. Bu gapni keyin deyishaylik. Siz yaxshi dam olishingiz kerak.
Xo'sh xabar. Doktor sizni atil balnisdan chiqsa bo'ladi deydi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Siz bilan ayrim paranglashqim bor edi. Sirtqa chiqsa qandaq? Bo'ladi. Jiring. Gapim bor da'vatdingiz. Shundoq. Lekin gapni nerdan boshlashni bilmayapman. Amsi men boshlab beray. Sizning mayxonaning bu tunuqsiz savdiyasini kelishingizga maqsad haqiqiy ahvolni egallash, mening sizni vayron qilishimning nima uchunligini aniqlash. To'g'rimi? To'g'ri. Sizga haqiqiy ahvolni so'zlab bersam bo'lmaydigan o'xshaydi. Men bir yezida namorat o'qituvchi oilasida tug'ilgan edim. Turmushimiz bekmi qiyinchilikda o'tdi. O'rta maktabda o'qiyotgan chaqlarimda dadam mashina vaqasida qazo qildi. Shu bir mashinasini xarq masala taydigan ekan. Lekin uning iqtisodiy va aqterga kuchli bo'lg'ashqa oqibat barliq mas'uliyat dadamga ortilib qo'yildi. Shu chaqda men o'zimga kelgusida cho'qim sudchi yoki advokat bo'laman, ishlarni qonun bo'yicha odil va haqqoniy bir taraf qilman deb va'da bergan edim. Shu arzuyim bo'yicha tirishib o'qib, oxir qonun fakultetiga o'qishga kirdim. Lekin oilamizning meni o'qitgan iqtisodiy ahvoli bo'lmag'ashqa urug' tuqqan al-mahalning yordami bilan o'qishga keldim. Shunday qilib, kanikul vaqtida o'qish rasxodiga pul tepish uchun bir joydan xizmat etib ishlash qaroriga keldim. Shu arada mendan 2 yil burun o'qishga kelgan bir qiz bilan tanishib qoldim. U meni bir tanishxonaga tanishtirib qo'ydi. Lekin ishga tushgan birinchi kuni kechda o'zim hamon oysixonasida. Mana bir lechak bosqinchilik qildi. Shu chaqda saqchilar o'zim xonni tekshirishga kirib qoldi. Saqchilar bilan birga bir muxbir bor edi. U meni oshiqlab o'tirgan vaqtda bitirishga tortib oldi. Meni Parij qatarga chiqarib ishni teknikini aniqlamayla so'rtib qo'shib gazetda maqola e'lon qildi. Meni xalq olam ichida sharmanda qildi. Maktabda meni o'qishdan to'xtatdi. Bu ishni anglab nomus kuchida dori ichib ilib men uylanmoqchi bo'lgan edim. Yelqi muxbirning o'z elish xiyoli meni o'ldirishdan to'sib qoldi. U muxbir dalsiz. Nima? Siz mening istiqbolimni, oilamni, barlig'imni vayron qildingiz. Men sizni vayron qildim. Mana endi biz tanglashdik. Biroq men sizning odamgarchiligingizga qarzdor bo'lib qoldim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, yelqilishchak pichoqni menga tiqatdi. Biz tunchi qatim ko'rishgan chaqdilar. Men sizni bir yerda ko'rgandek his qilgan edim. Lekin darrov esimga oldim. Aslida siz. Men sizning eski odam emasligingizni biletdim. Lekin o'zimni faqat kontrol qilolmadim. Bu qitimqi ishdan keyin sizni texmi yaxshi tushundim.
Şuna qilgan atganlarimga pushaymonmi qildim. Siz doktorxonada beyosh yotgan vaqtingizda haqiqiy ahvolni aytib, sizni aqladim. Sizning advokatlik kinishkingiz qaytirib berildigan, qaytadan taklif qilingan bo'ldingiz. Bu rostmi? Rost. Sizdan bir ishni so'rasam bo'ladimi? Qani so'rang. Mineral suvga kuchsizlantirish to'g'risini rastsiz sog'anmi? Jirim. Yo'q. Yilqi xo'jayin ayol sog'in. Lekin shunda qilishga men o'rlashtirgan. O ayol mening shiram tuqqanim bo'ladi. O ayol yosh vaqtida artist bo'lgan. Shu chaqdagi ishlarni gazetda xabar qilganman men. Demak, barliq ishlarni birma-bir planlab o'rlashtirgan. Dalman. Sizdan rostli kechirim so'rayman. Meni kechiring. Aras, yilqi vali degan lufchakmi qo'lga ilindi. Men o'zimning iqtidorini cho'qirchoqlab, ishni tigdakdek yetmay, amniyatga sodiq bo'lgan asosda haqiqatchilik bilan yozman deb o'ylab ekanman. Biroq sizni vayron qildim. Siz meni afv qiling. Bo'ldi. O'tgan ishlar salavatdi. Aras, sizdan so'rab oldigan yana bir ish bor. Yilqi Almira degan qiz sizning Almira shu topda bizni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Yaxshimisiz? Sizdan afv so'rayman. Sizga ko'p avarchiliklarni olib keldik. bu avarchilig'ingiz pek ig'ir bo'lib ketdi xonim. Gulnaz bilan ishimizni afv qilsangiz, siz bilan o'tirimizga uqishmaslikni tugitib, to'sib qolsak demoqchiman. Ishkanglar bu o'yinni nihoyat chiroyli o'ynadinglar. Men ishkanglarga haqiqatan qo'l qo'ydim. Sizden nima deb chaqirsam bo'ladi? Gulnaz deymi yoki Xolida deymi? İxtiyoringiz, lekin Xolida yalig'imi? Tushunaman. Gulnaz, men gunohimni yuvish uchun o'zim pul chiqarib sizni siyosiy qonunda o'qitib, orzuyingizni yetkazish xiyolida bo'laman. Lekin men bu orzuyimdan voz kechdim. Hozirgi orzuyim sizni ustoz tutib, axborotchilikni o'rganish. Bu oxirgi nishon. Undaqda hozirgi nishoningiz-chi? Sizning uyingiz. Nima? Mening uyim? To'g'ri. Sizning uyingiz. Bugundan boshlab menga har kun kechda axborotchilik kasbidan dars o'tasiz. Qanday? Qo'shilasiz? Hamisi deganingizdek bo'lsin. Lekin chinlikqa sodiq bo'lishingiz kerak. Siz sodiq bo'lsangiz, men menga sodiq bo'laman. Yana kichikina bir masala bor. Qanday masala? Ben yana bir qatam sizning to'g'ringizga tushib qolmasman. Xotirjam bo'ling. Amaliyotni allaqachon sizning to'g'ringizga tushib bo'lgan.